Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Husniddin Sattorov, Amir Quluch, 7 yillik tajribaga ega nevrolog, neyrofiziologman. Kelinglar, bugun sizlar bilan tibbiyotda eng keng tarqalgan, lekin eng chalkash simptomlardan biri bosh aylanishi haqida gaplashamiz. Bosh nega aylanadi? O'zi bu normal holatmi yoki kasallikmi? Shular haqida gaplashamiz. Xo'p, bosh aylanishga nima sabab bo'ladi va qaysi organ sababchi bo'ladi? Bosh aylanishning bir nechta belgilari bor. Birinchisi bu atrof aylangandek bo'lishi, ya'ni vertigo deyiladi. Bundan tashqari quloqda shovqin, ko'ngil aynish, qayt qilish, ko'rishni xiralashishi, holsizlik, qo'l va oyoqlarda uvush holatlari, ko'rishda muammolar bo'lishi bu bosh aylanishning asosiy belgilaridan biri hisoblanadi. Bosh aylanishga sabab bo'luvchi bir nechta asosiy faktorlar bor. Bularni sizlarga keltirib o'tib ketaman. Xo'p, birinchisi bu vestibulyar apparatni buzilishi bilan bog'liq bo'lgan bosh aylanish. Ya'ni bizning eng asosiy organlarimizdan bittasi bu muvozanat markazi hisoblanadi. Endi vestibulyar apparatni buzilishi bilan bog'liq bo'lgan bosh aylanishlarga buni ham bir nechta turlari bor. Birinchisi bu ruschasiga aytganda доброкачественный paroxysmal позиционный головокружение, ya'ni yaxshi sifatli xurujsimon bosh aylanish. Keyingi sabablardan bittasi bu yurak qon tomirlari, ya'ni qon aylanishining buzilishi bilan bog'liq bo'lgan bosh aylanish. Bunga insult, infarkt holatlari, yurak kasalliklari bilan bog'liq bo'lgan bosh aylanishlar bu aritmiya, bradikardiya va undan tashqari umumiy qon hajmining kamayishi hisobiga yuzaga keluvchi bosh aylanishlar. Va keyingi sababi bu organizmda elektrolitlar muvozanatining buzilishi hisobiga yuzaga keluvchi bosh aylanishlar hisoblanadi. Va eng asosiylaridan bittasi bu praktikamizda bir necha marta uchragan va aniqlanishi qiyin bo'lgan bosh aylanish bu psixogen bosh aylanish. Psixogen bosh aylanishga juda ko'pchilik mutaxassislar ham, keyin bemorlarimiz ham e'tibor berishmaydi. Bu har qanday tekshiruv qilinganda, ya'ni qon analizlar, instrumental tekshiruvlar, MRT, MCKT, Doppler har qanaqa tekshiruv qilinganda hech qanaqa tekshiruvlarda chiqmaydigan psixogen bosh aylanish bor. Ya'ni bu ko'proq asabiylik, stress, har xil jismoniy yuklamalar va ruhiy yuklamalar hisobiga yuzaga keluvchi bosh aylanish hisoblanadi. Endi buni bir nechta yechimlari bor. Xo'p, yuqorida aytib o'tib ketgan yaxshi sifatli, ya'ni доброкачественный позиционный paroxysmal головокружение bu ichki quloqda kristallari, ya'ni zoldirchalar bor. Shuni balansini buzilib qolish, ya'ni kanalchalarga tushib qolishi natijasida bu yuzaga keluvchi bosh aylanish hisoblanadi. Yana ko'p uchrovchi sabablardan biri bo'yin umurtqasida osteofitlar, ya'ni suyaklar o'sish hisobiga bosh miyaga boruvchi qon tomirlarni siqilish hisobiga vertebra bazalar yetishmovchilik, ya'ni xuddi insult belgilariga o'xshab ketish holati ham bu bosh aylanishga sabab bo'lishi mumkin. Buni aniqlashning bir nechta yo'llari bor. Avvalambor buni aniqlashda mutaxassis neyrostatus deydi, ya'ni sehrli bolg'achamiz bilan bemorni ko'rish kerak bo'ladi. Keyingisi instrumental va laborator tekshiruvlarga amal qilishimiz kerak, ya'ni standart bo'yicha. Birinchisi bu MRT qilinadi bosh miya. Endi bu yechimda MRT qilinadi. Ikkinchisi bo'yin va bosh qon tomirlari dopplerografiyasi bor. Shu qilinadi. Nima sababdan desa, bu qon tomirlarda ateroskleroz hisobiga xolesterinlar, triglitseridlar, lipidniy spektrda o'zgarishlar hisobiga qon tomirida bosh miyaga boruvchi qon hajmining kamayishi hisobiga ishemik holatlar yuzaga keladi. Natijada esa bu ham bosh aylanishga sababchi bo'ladi. Keyingisi eng ko'p murojaat qiluvchi bemorlarimiz bor. Endi murojaat qiluvchi shikoyatlardan bo'yin osteoxondrozi hisobiga ham bosh aylanish yuzaga kelishi mumkin. Xo'p, endi laborator tekshiruvlar. Diqqat qilishimiz kerak bo'lgan joylari bu qon quyuqligini nazorat qilishimiz kerak. Ya'ni qon quyuqligida ham
suyuqligida ham bosh aylanishi mumkin. Undan tashqari, boya yuqorida aytib o'tib ketganimizdek, lipidli spektrni juda ham qat'iy nazorat qilishimiz kerak. Undan tashqari, xo'p, temir tanqislik holatlari, kamqonlik, gemoglobin yetishmovchiligida bosh aylanish holatlari yuzaga keladi. Bosh aylanishni davolashda dastlab asosiy kasalliklarni topib olish kerak. Ya'ni yuqorida aytib o'tib ketganimizdek, bosh aylanish boshqa kasalliklarning simptomi hisoblanadi. Bu asosiy, ya'ni alohida kasallik sifatida qaralmaydi. Ya'ni sabab bo'layotgan omilni yo'qotishimiz kerak. Ya'ni unga bo'lishi mumkin, boyaga yuqorida aytib o'tib ketganimizdek, kalsinatlarning ko'chishi, undan tashqari qon aylanishining buzilishi va psixogen bosh aylanishlar, umumiy qon hajmining kamayishi, qon quyuqlash holatlari. Shu sabablardan kelib chiqib, davo taktikalari tanlanadi. Endi qon aylanishini yaxshilovchi shifokor nazoratida olinadigan bir nechta preparatlar guruhini aytib o'tib ketaman. Albatta bu yaxshi yordam beradi. Ya'ni bu Kavinton preparati, ya'ni qon tomirlarini nazorat qiluvchi va kislorod tanqisligini yo'qotuvchi asosiy preparatlardan biri hisoblanadi. Undan tashqari ginga biloba. Bu O'zbekistonda Yevropeyskiy, amerikanskiy производстволар bilan chiquvchi ginga biloba juda ham yaxshi yordam beradi. Undan tashqari tinarizin preparati bor va anksiolitik gruppa dorilari bor, juda ham yaxshi yordam beradi. Lekin bu dorilarni shifokor nazoratisiz yoki tavsiyasiz ichish tavsiya qilinmaydi. Hurmatli yurtdoshlar, bu narsaga jiddiy yondoshib e'tibor berasiz. Mustaqil ichish tavsiya qilinmaydi. Xo'p, endi bosh aylanish kelib chiqishi mumkin bo'lgan holatlarni oldini olish uchun bir nechta bo'yin va umumiy muvozanatni yaxshilovchi mashqlar bor. Uni sizlarga berib o'tib ketamiz. Shu narsalarni aynan bosh aylanish boshlanishini kutmasdan buni oldini olish yaxshi samara beradi. Ushbu videolarni shu havola orqali o'tib olishingiz mumkin. Juda ham samarali bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, videomiz ko'proq odamga yetib borishi uchun like bosishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting. Albatta manfaatli bo'ladi degan umiddaman.